Futbolga qiziqadigan, maktabda o'qiydigan qizlar yaqinroq keling. Ushbu video sizlar uchun. Chunki yaqin kunlarda aynan sizlar uchun qizlar o'rtasida futbol bo'yicha respublika miqyosidagi yirik musobaqa boshlanadi. O'quvchi qizlar o'rtasida futbol bo'yicha Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi kubogi musobaqalari tashkil etiladi. Mazkur musobaqada 7-11 sinfda tahsil olayotgan 14-18 yoshli o'quvchi qizlar ishtirok etishi mumkin. Musobaqaning asosiy maqsadi umumta'lim maktablarida o'quvchi qizlar o'rtasida ommaviy futbolni rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini mustahkamlash, bo'sh vaqtni mazmunli tashkil etish va eng muhimi, iqtidorli sportchilarni aniqlash hamda saralashdan iborat. Musobaqa 3 bosqichda o'tkaziladi. Birinchi bosqich tuman va shahar miqyosida joriy yilning 1-5 fevral kunlari. Ikkinchi hududiy bosqich joriy yilning 13-17 fevral kunlari. Uchinchi bosqich respublika bosqichi joriy yilning 24-30 mart kunlari Surxondaryo viloyatida bo'lib o'tadi. Barcha uchrashuvlar FIFA tomonidan belgilangan futbol qoidalari asosida o'tkaziladi. Final bosqichida jami 16 ta jamoa ishtirok etadi va g'oliblar shaxsan Maktabgacha va Maktab ta'limi vaziri tomonidan taqdirlanadi. Va eng muhim jihati, g'oliblarga quyidagi sovg'alar belgilangan. Birinchi o'rin uchun Damas avtomashinasi va 250 million so'm pul mukofoti. Ikkinchi o'rin uchun Damas avtomashinasi va 200 million so'm pul mukofoti. Uchinchi o'rin g'oliblar uchun esa Damas avtomashinasi va 150 million so'm pul mukofoti. Sovrin uchun qo'yilgan pul mukofotlari jamoa a'zolari tomonidan teng bo'linadi. Bundan tashqari respublika bosqichining barcha ishtirokchilari uchun shaxsan Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirining maxsus sovg'alari ham mavjud. Demak, finalgacha yetib borgan ishtirokchilar quruq qo'l bilan qaytishmaydi. Hurmatli qizlar, vaqt juda kam qoldi. Ro'yxatdan o'tib, o'z o'rningizni belgilang va Surxondaryoda birgalikda ko'rishguncha. O'zbekiston qizimi? O'zbekiston qizimi?